ishora kutdi va mana hushtak chalib bahsni boshlab berdi. Lupchidorov zaxira o'rindig'iga olingan va asosiy tarkibda 7-raqamdagi Aleksandr Balyevich paydo bo'lgan. Ichkariga uzatma, darvozabon ushlab olmadi hali va shaxmat tili bilan aytadigan bo'lsak, hozir esa Buxoroda imkoniyat. Olisdan zarba va gol! Ajoyib! Shedevr do'stlar va Temur Mamasiddixov. Bravo! Juda chiroyli tarzda darvozani ishg'ol qildi. Biroz panaga, soyaga o'tib qoldi. Ammo hozir mana bu gol bilan iste'dod baribir o'z so'zini aytishini ko'rsatdi. Qarang qanday ijro. Qabul qildi, biroz markazga tashlab oldi va aylantirib joylab qo'ydi. Va Buxoro oldinga chiqmoqda. Mana bunday. Rodic fintni ishlatdi. To'pni saqlab turibdi o'zida. Kiril Doraf uzatma, juda ham baland, himoyachilar qaytarish kerak. Qaytarishdi va olisdan yana zarba va bu safar endi super save. Saboq chiqardim va u qadar oldinga chiqib ketmadi. Chiziqqa yaqin turdi, qaytardi. O'tgan safar ham agar shunday bo'lganda olardi. Qarang. Endi to'g'ri, har bir hujumning o'z kayfiyati bo'ladi. Mana imkoniyat va darvozabon to'pni egallab oldi. Chiroyli o'ynamoqchi bo'ldi Mulich, ammo qiyin. Bunday ko'rinishdagi zarba bilan 42-raqamda Sardorbek Erkinov ham ampluasi yarim himoyachi bo'lgan futbolchilar va Buxoro yana oldinga o'tmoqda. Buxoro uzatma, chiroyli harakatlar, yana pas ortga, zarba esa noaniq chiqdi. Hujum ancha xilma-xil Buxoroda. Kuchakdan mezbonlar to'pni o'yinga kiritishadi, ishora berildi, ichkarida bor futbolchilar, zarba va ancha xavfli. Yana Esanovmi? Ha, xuddi shunday. Sherzod ikkinchidan avvalda ikkita imkoniyatga ega bo'ldim. Bu vaziyatda-chi, hozir darvozabon ancha oldinga chiqqandim. Kutilmaganda So'g'diyonada shu 20 daqiqa qolguncha va keyin almashtirildi. Bu uchrashuvda maydonda harakat qila olmaydi, bemalol keyingi uchrashuvda albatta o'ynashi mumkin agar hammasi joyida bo'lsa. Keyingi uchrashuvgacha ham ancha bor. Hozir qanotdan uzatma Buxoro. Voy, tizzada gol urmoqchi bo'ldi hozir. Uchib kelib Temur Mamasiddixov uzatma yomon emasdi. Nazarimda. Qani ko'raylikchi, mana qarang. Temur ham zo'r ochildi. Sherigi ilg'adi. Ha. Biroz ortga qaytarishga majbur. Bu yerdan esa ichkariga uzatma va to'g'ri darvoza nishonga olindim. Endi ko'proq uzatmani niyat qilgandi baribir. Mana bunday uzatma. Va gol! Ikkinchi gol va Esanov adashmasam baribir gol uryapti. Sherzod u golga munosib edi. Bugun o'zi o'zbek futbolida hali yana porlashi mumkin bo'lgan, lekin yoshlik davrida juda ajoyib super daraja ko'rsatib chiqib kelgan, juda yosh vaqtda. Futbolchilar gol uryapti. Temur Mamasiddixov, Sherzod Esanov. Ular bugun ham yaxshi formada ko'rsatishyapti. Barakalla. O'zbekcha aytadigancha. Buxoro uchun albatta. So'g'diyona. Temur Mamasiddixovdan uzatma ekan. Qoyil.
Endi agar orada hech kim tegmagan bo'lsa, assist yoziladi Mamasidikovga. Filipovich yo'nalishni o'zgartirmadimi? Ha, tegmadi chog'. So'g'diyona vaziyatni o'zgartirish kerak, uyg'onish zarur. Chunki biz o'yin avvalda ikki jamoaning ham g'alaba ehtimolini ko'rib chiqib, So'g'diyona g'alaba qozonsa, holat o'zgaradi, jamoa bir pog'ona yuqorilaydi dedik-ku, lekin hozir onlayn jadvalda So'g'diyona 14-pog'onaga tushib turibdi. Olich yiqitildi, qoida buzildi va mana Jasur Jaloliddinov uchun imkoniyat. Jasurning yaxshi zarbasi borligini butun O'zbekiston biladi. Ruxsat bor, Jasur duo qildi va zarba gol! Jaloliddinov! Ha do'stlar, mana shunaqa. Hamroyev qancha tayyorgarlik ko'rmasin, qancha jonli devorni o'rnatmasin, baribir gol bo'lyapti. Wow, qanday tayyorgarlik. Endi Hamroyev Umidjon qaytarishi mumkin edi, negadir yeta olmay qoldi. Hatto Jaloliddinov boya aytganimdek yaxshi zarba yo'llay oladi. Hozir noaniq chiqdi, lekin chiroyli o'tib borgandi, qarang. Boya birinchi taymda Temur Mamasadikov olis. Olisdan zarba, yo'q, noaniq. Noaniq. Ichkariga Muxtorov qaytardi. Bosim. Zarba! Darvozabon to'pni egallab oldi. Umidjon Hamroyev. Harakat qildi. So'g'diyona. O'ynadi va hali yana ozgina vaqt bor. Ammo bu vaqt kimning foydasiga ishlaydi? Buxoro oldinga o'tmoqda. Qayyumov zarba noaniq. Kuzatamiz. Uzatma ichkariga hakam kompensatsiya qilyapti o'sha to'xtalishni. Jasur aniq pas va uzoqlashtirildi. Demak, hamma kelsin, darvozabon ham kelsin deyapti Ulug'bek Baqoyev. Hakam quloqchinlarini yana ham yaqin keltirib eshityapti. Nima bo'ldi eshitadigan? To'xtalish yuzaga kelyapti. Nurmatov Oybek to'pni tashlab berish kerak. Bo'ldi, davom etamiz. Oxirgi imkoniyat yetib kelgan. Hamma tashlab berildi, qaytarildi va zarba! Wow! Burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Yana bir imkoniyat. Boya o'sha darvozabon ozgina vaqtni cho'zgani qimmatga tushyapti chog'i. Chunki So'g'diyona boshlab yubordi. Buxoro to'pni oldi, darvoza bo'sh tepdi futbolchi. Endi darvozaga borish qiyin bu to'pni, lekin baribir qoyil. Zo'r o'yin ko'rdik va u nihoyasiga yetdi do'stlar. 2-1